Assalomu alaykum. Hozir biz reanimatsion holatda ya'ni ultra tovush tekshiruvidan foydalanishni algoritmini o'rganamiz. Ya'ni xalqaro fast va fast. Ya'ni fast degani tez degani. Bilan tezlik bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan. Biz 4 ta bu tanadagi bo'shliqlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchisi perikardial bo'shliq. Ya'ni perikardial bu yurakni, ya'ni perikard qopchasi deyiladi. Ya'ni perikardda o'zi asosan ikkita nimasi bo'ladi. Visceral, parietal varaq bo'ladi. Shu varaqlar o'rtasida suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik yurakka ishqalanishni kamaytirish uchun yordam beradi. Ya'ni qachon foydalanamiz desak, perikardial bo'shliqda yurak tamponadasida nima bo'ladi? Qon perikardial bo'shliqqa to'lib qoladi va yurakni qisqarishi qiyinlashadi. Agar vaqtida berilgan yordam aniqlanib yordam beriladigan bo'lsa, bemorimizni saqlab qolishimiz mumkin. Ikkinchisi o'ng yuqori kvadrat. Bu gepatorenal bo'shliq deyiladi, cho'ntak, ya'ni yoki Morrison cho'ntagi ham deyiladi. Bu qanday desangiz, bu qorin bo'shlig'ining oldi va yon devorlari yuqoridan ikkita to'g'ri chiziq, yondan ikkita to'g'ri chiziq qanday yo'nalgan qaranglar, bo'linib olinadi. Bu yerda biz aytib turganimiz bu jigar tomon, gepatorenal bo'shliq, ya'ni o'ng qovurg'alar osti yuqori, o'ng qovurg'alar osti bo'shliq. Bu birinchisi. Ikkinchisi chap splenorenal bo'shliq, chap buyrak va taloq o'rtasidagi bo'shliq bo'ladi. Bu ikkita bo'shlig'imiz juda sezgir nuqtalar hisoblanadi odam organizmida. Bu yerda ko'ramiz. Ya'ni bu ko'rishimizdan sababi nima? Bu yerga qon to'planishi mumkin yoki suyuqlik to'planib qolishi mumkin. Avtoavariyalarda va qattiq jarohatlarda zudlik bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan joylar. Uchinchisi qov usti proyeksiyasi, ya'ni kichik chanoq bo'shlig'i. Kichik chanoq bo'shlig'i ham 3 ta sohaga bo'linadi. Bu yerda nomlari bor. O'ng chov sohasi, qov usti sohasi, chap qov sohasi. Biz ko'radiganimiz o'rtada, ya'ni qov usti proyeksiyasini ko'rishimiz kerak, chunki bu yerga suyuqlik to'planib qolish ehtimoli katta. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shulardan edi.